Assalomu alaykum barchaga. Xudo xolasa Jackson avtomobillarimiz van ham yo'l tashuvchilar ham yetib keldi. Bitta to'liq qisqa ma'lumotlarni berib o'tmoqchiman. U van avtomobilimiz, ya'ni Sunray vani bo'ladi. Bunimiz Jackson yo'l tashuvchisi bo'ladi. Yakka bo'lalik 16 talik o'rindiq bo'ladi. Ko'pchilik bunga qiziqyapti. Akalar, bularga rastruchka ham ochib qo'ydi xudo xolasa. Ya'ni o'zing pulni bo'lib to'lashga. Xolasalaring 5% chegirma. Yana qancha qo'yishlik kerak? 5% chegirmamiz 19 million so'm 700 ming so'm bo'ladi. Ya'ni 20 million foyda bilan avtomobilimizni xolasangiz avtogirt xolasangiz naqd ko'rinishda skidka bilan olsangiz bo'ladi. Avtogirtlarimiz ham tushuntirib o'tay. Boshlang'ich 25-30% bilan 60 gacha olsangiz bo'ladi. Avtogirtimiz ham qanaqa palonchi sum bo'lib ketmaydi. Albatta, nima deydi? Vaqtliroq yopsiz, qisqaroq bo'ladi. Bunga past foiz avtogirt bor. Qaytarib o'taman. Bularimizni bitta xarakteristikasini aytib o'tsam, 2 turbinli motor 196 kuchi bo'ladi. Yakka bo'luli bo'ladi, 16 o'rinli bo'ladi akalar. To'liq ma'lumot qiziq bo'lsa, manzilimiz qiziq bo'lsa, pastdagi nomerga bitta telefon qilsangiz, xohlasangiz grafik, xohlasangiz lokatsiya, xohlasangiz to'liq ma'lumot berib o'taman. Barchangizni Jack Motors Farg'ona filialida kutib qolaman. Aytgancha bonuslar keladigan bo'lsa, bonuslar kurgoy tonirovka yoki zapchast, polik, molik bo'lmasa akalar. Chatdan xursand bo'lib chiqib ketasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.